Payg'ambarimiz aytayapti, Alloh taolo sizni olamlarga rahmat qilib yubordik dedi. Butun insoniyatga payg'ambarimizni rahmatligini bir misol aytaylik. Dinni boshida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kimi qarzi bo'lsa, janozasini o'qimay qo'ygan. Buni eshitgansizlar. Bitta sahoba ya Rasululloh, men to'layman, shuni qarzini o'qib boring dedi. Keyin din rivojlandi, islom boyligi ko'paydi. Shunda qaysi kim mo'min odam o'lsa, qarzini to'lay olmasa men to'layman degan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tirik paytida kimiki qarzi bo'lsa, payg'ambarimiz to'ladi. Ummatga rahmatligi bitta misol. Keyingisi namoz 50 mahal farz qildi. Musa alayhisalom to'xtatdi, yana qaytib bordi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Ummatingiz yaramaydi dedi, shunda to'xtab qaytib yana Alloh taoloning huzuriga bordi. Necha marta qaytib tushganligini bilmayman, shu 5 mahalgacha tushdi. 50 dan 5 mahalga tushdi. Yoki bo'lmasam payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana qurbonlik ham keladi yaqinda. Kim qodir bo'lmasa deb turib ikkita qo'y so'ygan. Bittasi o'zini ahli oilasiga so'ygan, ikkinchisi qaysiki ummatim qurbonlikka yaramasa, men shu ummatimdan deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam so'ygan. Yoki bo'lmasa bir kuni Oysha onamiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam men suhbatlashib o'tirganda, ya Rasululloh, meni haqqimga duo qiling dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, ey Robbim, Oyshaning gunohini kechir. Oldingi kelasi gunohlarini kechir. Bilib bilmagan gunohlarini kechir dedi. Oysha onamiz shuni xursand bo'lib kuldi. Ey Oysha, xursand bo'lyapsan dedi. Ya Rasululloh, qanday xursand bo'lmayman dedi. Shu duoyimni ummatim uchun 5 mahal qilaman. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ummatiga qoldirmay qilar ekan. Ba'zida bitta birodar aytganida, bir hafta bo'pti, otamning haqqiga duo qilish esimdan chiqib qoldi degan. Inson ekanmiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ummatiga rahmatan lil alamin ekanligiga dalil mana bittasi tarava. Ummatimga farz bo'lib qolishidan qo'rqdim deb tashladi, yoki qurbonlik, yoki bo'lmasam duo, yoki namoz, yoki qarz. Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.